Amerikalik taniqli olim Adib Xolidning ushbu kitobi Turkistonda asr boshlarida shakllana boshlagan jadidchilik harakati, Chor hukumatining ushbu harakat rivojiga qo'ygan to'siqlari, inkor etish va ruslashtirish siyosatining jadidchilik va uning vakillariga ko'rsatgan ta'siri hamda jadidchilikning yetuk namoyandalari faoliyati bilan bog'liq faktik materiallarni tahlil qilingan. Qolaversa, ushbu asar dunyo xaritasida Turkiston degan mintaqaning paydo bo'lishi haqida. Muallif 19-asr boshlarida yurtimizda kechgan murakkab ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni chuqur tahlil qiladi, o'sha davr qiyofasini bor ziddiyatlari bilan tasvirlashga harakat qiladi. Asar yurtimiz tarixiga qiziqqan keng kitobxonlar ommasiga mo'ljallangan. Adib Xolid tarixchi va ijtimoiy antropolog olim, Markaziy Osiyo muammolari bilan shug'ullanadi. Carleton kolleji, AQSh, Minnesota shtati, tarix kulliyoti professori. Adib Xolid rus, o'zbek va tojik tilidagi manbalar bilan ishlaydi. Uzoq yillar davomida O'zbekiston, Turkiya, Pokiston va Rossiyada yashagan. Jadidchilik haqidagi ilk kitobi The Politics of Muslim Cultural Reform, Jadidism in Central Asia. Uning jiddiy manbalarga asoslanib puxta bitilgan ilmiy asarlari hozirga qadar o'zbek o'quvchilariga yetib bormagan.